Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 17-iyul Bag'dod tumanidagi uchastkamizni qumshoq ishlarini boshladik. Bugungi videomizda foydali bo'lish uchun sizlarga adres tashlab shilka tortishni ko'rsatib o'tamiz. Adres tashlashda birinchi o'rinda devorda holatiga qaraladi. Shuna holatiga qaraladida tepadan miqqa qiladi. Miqamiz ko'ringan bo'lsa, adres tashlanadi. Pastga adres tashlanadi. Pastga bitta miqqa qiladi. Tepaga bitta, pastga bitta. Keyin pastdagi miqqa o'raladida, keyin o'rtadagi mana o'rta praviliy deydigan holatda bitta, ikkita, uchta xohlaganicha tortib olish mumkin. Biz endi o'rtadan bitta tortamiz. Shu holatda o'rtaga miqqa qiladida, keyin adresni olib tashlanadi. Adresni bu tomoniga ham, bu tomoniga ham har tarafiga adres tashlanadi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu tarafda ham bor, bu tarafimizda ham bor. Keyin qoqilgan miqlarga o'zimizni mana shilkadan iloji boricha yuqoroq, kichikroq bo'lishi kerak. Devorda o'ynatmaslik uchun kichikroq iloji boricha shilkalardan olib turib qo'qqan miqlarimizga tortib chiqiladi. Xuddi shu holatda mana ko'rishlar mumkin. Pastga, tepaga, har tarafga ham bor. Keyin yana buni ikkita, uchta usullari bor, boshqa yo'nalishlari. Uni sekin-sekin o'rgatishda davom etib ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rishlar mumkin. Adresga chiqadi shunda. Hech qanaqa mayak. Agar usta haqiqiy o'zining ishini ustasi bo'lsa, mayak tortgandan ko'ra chiroyliroq, tekisroq chiqadi. Mana hozir ko'rishlar mumkin. Qaynamiz. Xuddi shu holatda loyiydi mana. Ko'rishlar mumkin. Yana qanday qumshoq bo'yicha savollar bo'lsa, qanaqadir maslahatlashadigan savollar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib yoki kommentariyaga yozishlar mumkin.